Assalomu alaykum. Karavan korxonasi mijozlari, bugungi kunlaring hammaga xayrli, barokatli, omadli bo'lsin. Karavan korxonasi mijozlari, do'konimiz ochiq. Bemalol do'konimizga kelib, o'zlaringga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishlaring mumkin. Skidkalarimiz, aksiyalarimiz davom etyapti. Yangiliklarimiz chiqishda davom etyapti. Hozir do'konimizga hoji-onalarimiz tashrif buyurishgan. Sarpolar uchun, o'zlariga ishlatish uchun har xil mahsulotlarimizdan xarid qilib olishgan. Hozir o'zlaridan ham bir og'iz suhbatlarini olamiz. Assalomu alaykum, hoji ona, do'konimizga xush kelibsiz. Alaykum assalom. Sizlar do'konimizni ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Qaysi mahsulotlarimizdan nima uchun xarid qilib oldilaring? To'ygami, sotishgami, tarqatishgami? Endi biz qizimizni chiqaryotgandik. Shu qizimizni sepiga kelib oldik. Narxlar juda yaxshi ekan. Qayerdan ko'rdilaring, hoji ona? Bunaqa Telegram kanaldan ko'rdik. Bizni internetda kuzatib borasizlar. Qachondan beri kuzatasizlar? Shu ochilganlaringdan beri. Bundan oldin ham jiyanimiz qiz o'tayotganida kelib shatdan hamma yo'lda olib ketishdi. Oldin ham kelgansizlar. Oldin ham Narx-navolarimiz, mahsulotlarimiz sifati sizlarga ma'qul keldimi? Do'konimiz sharoitlari-chi, bozorda qiynalib yurgandan? Bozordan juda yaxshi. Bemalol ochib, yoyib, ko'rib, ko'rsatib, mana tushuntirib, o'zlari hattoki biz ikkilangan vaqtimizda o'zlari tavsiya berdilar. Sotuvchi qizimiz. bizni onlayn gruppamizga yangi qo'shilgan klientlarimizga mahsulotlarimiz sifatlari haqida, narx-navolari haqida qisqacha fikringizni bildirib ketasiz endi. Endi qiz chiqarayotganlarga, to'qilayotganlarga bozorga nisbatan sizlarning narxlaring juda yaxshi ekan. Sifati ham juda yaxshi. Tanlov seroq. Shu qiz chiqarayotganlarga, birinchi qo'l qiz chiqarayotganlarga, umuman o'ziga oladiganlarga ham shu yerga kelib olishlarini tavsiya qilardim. Rahmat, sog' bo'ling. Qayerdan keldilaring? Farg'ona shahridan. Farg'onadan. Yo'l bosib kelganlaringga arziydimi? Juda arziydi ekan. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim baxtli bo'lishsin. To'ylar yaxshi o'tkazib olinglar. Har doim sizlar do'konimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Hurmatli xaridorlarimiz, sizlar ham bemalol do'konimizga kelib, o'zlaringga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilib olishlaring mumkin. Uyda o'tirgan holda adminkalar lichkalarga yozib, zakaz berishlaring ham mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab pochtalarimiz ishlab turibdi. Zakazlar uchun nomer qoldiraman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, zakaz berishlaring mumkin. Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida.